Assalomu alaykum Farg'ona TV bozor obunachilari. Xudo xolasa bugungi sanamiz 22-iyun. Arradan chiqqan to'sinlarimiz va yumalak yurugini to'sinlarimizni sizlarga narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa optim narxlarda TV mahsulotlarini obzor qilamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qumtepa TV bozorida joylashgan. 7-15 uzuni 4 metrli, 4,5 metrli to'sinlarimiz, arradan chiqqanlari. Holatlari ko'kterekdan chiqqan, sifatlari juda ham zo'r mana. Bo'lasa nechta desalaring bor bularni. Ko'rsatingta mana. To'sinni udari mana. Zo'r chiqadi. Buni narxi 4 metrlisi 110 ming so'm. 4,5 metrlisini 130 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. 7-13 uzuni 4 metrli, 4,5 metrli arradan chiqqan to'sinlarimiz, sarroplarimiz bor. 4 metrlisini 90 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham ko'kterekdan chiqqan. 4,5 metrlisini 110 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bularda 3,5 metrlisi bor, 70 ming so'mdan, 7-13. 3 metrligi 60 ming, 2,5 50 ming, 40 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 12 ga 4 strapila boblarimiz bor, chorqirra. Holatlari juda ham zo'r mana. 12 ga 4 bo'ladi, bularda razmeri 50 ming so'mdan qilib beramiz bular chorqirrasini. Murrakligi bor, jupli. Bularda donasini 40 ming so'mdan qilib beramiz. 12 ga 4. 3 metrlisi bor, 30 ming, 2,5 bor, 25 ming so'm, 2 metrlisi bor, 20 ming so'mdan qilib beramiz bularda optim narxlarda. Keyin reykalarimiz bor mana. 4 ga 4 reykalarimiz. 4 metrli, 3 metrlilarni 4 ming so'mdan qilib beryapmiz. Kalta razmerlarini 3 ming so'mdan qilib beryapmiz optim narxlarda bular ham. 2 metrli lapet vassalarimiz kvadratlarini 17 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi. Bo'lasa Kaliforniyadan chiqqan bu vassalarimiz qatoriga 9 ta 8 tadan terilgan, tushishiga qarab. Bularni 17 ming so'm qilib beramiz. Keyin 2 metrli incha arzonroq vassalarimiz ham bor. Qatoriga 14 tadan terilgan. Mana bu ham juda ham zo'r chiqqan. Xuddi o'shandan sal ingichkaroq chiqqan bular. Bularni 12 ming so'mdan qilib beramiz. 14 talik terilganini, 12 tadan 11 tadan terilgani bor. Ularni 10 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin garbil vassalarimiz bor. Mana garbil vassamizni ham juda ham zo'ri chiqdi. Yangi terilyapti mana. Vassalarimiz holatlari juda ham zo'r. Bularni kvadratini 15 ming so'mdan qilib beramiz bular. Mirzaterekdan chiqadi. Bruslarda, strapilalarda yonidan chiqadigan garbil vassa deyiladi buni. Kvadratda o'sha obunachilarimizga 15 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Endi yumalaq kurugni to'sinlarda narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. 6 metrli mana yumalaq to'sinlarimiz. Holatlar juda ham zo'r. Bularni donasini 200 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Ko'pi birinchi boy. 15 tadan 14 tadan terilgan bular. Keyin 5 metrli baquvvatlarimiz bor, 5 metrli sredniy to'sinlarimiz bor. Mana ular 5 metrli sredniy 15 ta. Ularni 160 ming so'mdan qilib beramiz. Mana bir pachka. Keyin mana bir pachka turibdi. Yaqinroq kelib ko'rsatingda, baquvvatliklar juda ham zo'r. Bularni 200 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga 5 metrli baquvvatlari. Bu 5 metrli sredniylarni 160 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. 4,5 metrli to'sinlarimiz bor keyin mana. 4,5 metrli to'sinlarimizni 120 ming so'mdan qilib beramiz. Uzuni 4,5. 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz ham bor. 4 metrli baquvvat to'sinlarimizni donasini 130 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Bular ichigacha mana shunaqa podborniy bo'ladi. Bular boy to'sin, ya'ni bunaqa hashay-pashay, ketashli uylarga moslangan bular. 4 metrli endi sredniy to'sinlarimiz. Bular donasini 80 ming so'm qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Ko'kterekdan chiqqan bular ham 80 ming so'mdan obunachilarimizga. Keyin 6 metrli sarroplarimiz bor. Mana oldida 5 pachka turibdi. 6 metrli sarroplarimizni 80 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. Keyin 5 metrli sarropimiz bor. Mana eng chekkada bir pachka turibdi. Keyin mana yana bir pachka turibdi. Bular sarropli 5 metrli. Bularni 60 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrli drochka boblari bor, ustum drochka. Bularni 30 ming so'mdan qilib beramiz. Uzuni 5 metrli, 6 metrli harilarimiz bor. Bu harilarimizni metrini 100 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. 18 ga 18, 20 ga 20 harilarimiz.
4 metrli lagalarimizni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Juda ham zo'r chiqqan. Keyin droch kaboblari bor mana. Droch kaboblarini 18 ming so'mdan qilib beramiz. 3 metrli to'sinlarimiz ham bor. 3 metrli to'sinlarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz mana. Holatlari yaxshi bo'ladi. Quruq 5 metrli to'sinlarimiz bor. Siraz ishlataman deganlarga o'sha 160 ming so'mdan bo'ladi qilib beramiz. Qilib beraveramiz bu quruqlarni. Tereklarimizni narxini olamiz. Sizlarga tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa optim narxlarda telefon qilaverasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar.